Ha, biz egizaklarmiz, lekin bittamizni kiyimimizni ikkinchimiz ham kiyadi degani emas. Ha, biz egizaklarmiz. U bu joyim orasida, uniki ham o'sha zahoti oriydi degani emas. Ha, biz egizaklarmiz. Bitta tushni ikkalamiz bir xil ko'rishimiz ham mumkin. Ha, biz egizaklarmiz. Hech qanday gap so'zsiz bir-birimizning fikrimizni bemalol o'qa olamiz. Ha, biz egizaklarmiz. Ikkalamizning yozuvimiz har doim bir xil bo'ladi degani emas. Ha, biz egizaklarmiz, lekin har yili tug'ilgan kunimiz bitta dona tort bilan o'tadi degani emas. Ha, biz egizaklarmiz, lekin bizani ko'rib qasam-qasamsizlar deb kesatib gapirish shart emas. Ha, biz egizaklarmiz, lekin bir-birini o'rniga imtihon topshiradi degani emas. Ha, biz egizaklarmiz, oramizdagi farq faqatgina 2 minut bo'ladi degani emas. Bizga o'xshab 10 daqiqa ham bo'lishi mumkin. Ha, biz egizaklarmiz, lekin yaqin insonlarimiz bizani bemalol ajrata oladi degani emas. Ba'zida adashib turishadi. Ha, biz egizaklarmiz. Har doim bir xil ovqatlanganimizga bo'yinmiz, besimizgacha ham bir xil. Ha, biz egizaklarmiz. Hamisha birga dars qilganim sababli bilim darajamiz ham bir xil. Bizga o'xshagan bir xil egizaklarni ko'rganmisizlar? Kommentariyada yozib qoldiringlar.